Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Nega hamma pensionerlarga bir xil qo'shimcha to'lov berilmaydi? Bu savol hozir ko'pchilikni qiynayapti. Kimdir qo'shnimga qo'shimcha pul tushdi, menga tushmadi deydi. Kimdir men ham pensionerman, nega menga kamroq berildi deb norozi bo'ladi. Yana kimdir hamma pensioner bir xil ahvolda-ku, nega to'lovlar ham bir xil emas deb o'ylaydi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, boquvchisini yo'qotganlarga va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ba'zan odam o'ziga tegishli qo'shimcha pulni ola olmay yuradi. Sababi hujjatida xato bo'ladi yoki qaysi toifaga kirishni bilmaydi. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing. Chunki men bunday murakkab masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval eng asosiy narsani aytaman. Pensioner degan so'z bitta bo'lsa ham, pensionerlarning huquqiy holati bir xil emas. Ya'ni barcha pensionerlar bir xil turdagi pensiya olmaydi. Bir xil ish stajiga ega emas, bir xil yoshda emas, bir xil imtiyozli toifaga kirmaydi, bir xil daromad manbaiga ega emas. Shuning uchun davlat tomonidan belgilanadigan qo'shimcha to'lovlar ham hamma uchun avtomatik ravishda bir xil bo'lavermaydi. Ko'pchilikning xatosi shunda, ular qo'shimcha to'lovni oddiy sovg'a yoki umumiy yordam deb tushunadi. Aslida qo'shimcha to'lovlar turlicha bo'ladi. Masalan, pensiyani eng kam miqdorga yetkazish uchun qo'shimcha bo'lishi mumkin. Ayrim toifadagi yolg'iz keksalarga kompensatsiya bo'lishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun alohida ustama bo'lishi mumkin. Urush qatnashchilari, mehnat fronti faxriylari, alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, parvarishga muhtojlar uchun boshqa tartibdagi to'lovlar bo'lishi mumkin. Oldin ko'p narsalar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi pensionerning o'zi olib kelgan arizasi orqali tekshirilgan. Ba'zi holatlarda odamlar o'zlariga tegishli imtiyozni bilmagan, hujjat topshirmagan, natijada pul olmagan. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Yashash joyi, oilaviy holat, nogironlik guruhi, ish staji, ish haqi tarixi, pensiya turi, boshqa to'lov olayotgani yoki olmayotgani. Shu sababli oldin qo'lda hal qilingan ayrim masalalar bugun avtomatik tizim orqali ajratiladi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi. Yomon tomoni bilan esa bazadagi bitta xato ham pensionerning puliga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oldin bir pensioner men yolg'iz yashayman deb mahalladan ma'lumotnoma olib kelgan bo'lsa, hozir tizim uning ro'yxatda kimlar bilan yashayotganini ko'rishi mumkin. Agar hujjatda o'g'li yoki qizi shu manzilda ro'yxatda turgan bo'lsa, amalda boshqa joyda yashasa ham tizim pensionerni yolg'iz deb hisoblamasligi mumkin. Natijada u kutgan qo'shimcha to'lov chiqmaydi. Pensioner esa nega menga bermadi deb hayron bo'ladi. Mana shuning uchun men doim aytaman, qo'shimcha to'lovlarda faqat yosh emas, butun holat tekshiriladi. Birinchi muhim qoida, pensiyaning asosiy miqdori bilan qo'shimcha to'lovni aralashtirmaslik kerak. Pensiyaning asosiy miqdori odatda ish staji, ish haqi, pensiya turi va qonundagi hisoblash tartibiga bog'liq. Qo'shimcha to'lov esa ma'lum shart bajarilganda beriladi. Demak, ikki pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin ularning biri 35 yil ishlagan, ikkinchisi 12 yil ishlagan. Biri yoshga doir pensiya oladi. Ikkinchisi nogironlik pensiyasi oladi. Biri yolg'iz yashaydi. Ikkinchisining farzandlari bilan umumiy ro'yxati bor. Shu sababli ularning qo'shimcha to'lovlari ham farq qiladi. Oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling. Oltin takis yoshli Karim ota 40 yil ishlab, rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan korxonada ishlagan. Uning pensiyasi nisbatan yuqori. Yonidagi qo'shnisi 67 yoshli Anvar ota esa ko'p yillar norasmiy ishlagan, rasmiy staji kam. Pensiyasi eng kam darajaga yaqin. Agar davlat pensiyalarni eng kam miqdordan past bo'lmasin degan qoida bo'yicha qo'shimcha bersa, bu qo'shimcha Karim otaga chiqmasligi mumkin. Chunki uning pensiyasi allaqachon belgilangan chegaradan yuqori. Anvar otaga esa chiqishi mumkin. Chunki uning pensiyasi minimal darajaga yetkazilishi kerak. Bu yerda adolatsizlik emas, hisob-kitob mantig'i bor. Kimning pensiyasi past bo'lsa, o'sha odamga farq to'lanadi. Ikkinchi misol, Muqaddas opa yoshga doir pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda ro'yxatda ham alohida. U o'zini o'zi boqishda qiynaladi. Kommunal xarajatlari bor. Agar tegishli tartibda yolg'iz pensionerlarga kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam belgilangan bo'lsa, Muqaddas opa bu yordamga da'vogar bo'lishi mumkin. Lekin Dilbar opa ham pensioner. Ammo u 2 nafar ishlaydigan farzandi bilan bir uyda ro'yxatda turadi.
farzandlari doimiy daromadga ega. U ham men ham pensionerman deyishi mumkin, lekin yolg'iz pensioner maqomi bo'yicha bir xil toifaga kirmaydi. Shuning uchun biriga qo'shimcha chiqib, boshqasiga chiqmasligi mumkin. Uchinchi misol. 2 nafar pensionerning pensiyasi miqdori bir xil bo'lsin, har biri shartli ravishda 1 million 200 ming so'm oladi. Lekin ulardan biri ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs, ikkinchisi esa oddiy yoshga doir pensioner. Agar nogironligi bo'lgan shaxslar uchun alohida ustama yoki parvarish bilan bog'liq to'lov mavjud bo'lsa, birinchi pensioner ko'proq olishi tabiiy. Chunki uning dori-darmon, tibbiy ko'rik, harakatlanish, parvarish xarajatlari ko'proq bo'lishi mumkin. Davlat bunday hollarda teng pul berishdan ko'ra ehtiyojga qarab farqlashga harakat qiladi. 4-misol. Boquvchisini yo'qotgan oila bor. Onasi 2 farzandi bilan qolgan, bolalar hali voyaga yetmagan. Ular boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olishadi. Boshqa tomonda esa yoshga doir pensiya olayotgan kishi bor. Ikkala holatda ham davlat to'lov qiladi, lekin maqsad boshqa. Birida keksa odamning mehnat faoliyatidan keyingi ta'minoti. Boshqasida esa boquvchisini yo'qotgan bolalarning yashashi uchun yordam. Shuning uchun qo'shimchalar ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lganlar. Agar siz uzoq yillar ishlagan bo'lsangiz, pensiyangiz juda kam chiqayotgan bo'lsa, stajingiz to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Arxiv hujjatlari hisobga olinganmi? Shuni tekshirtirishingiz kerak. Ba'zan odam 25 yil ishlagan bo'ladi, lekin tizimda 15 yil ko'rinadi. Yoki eski korxona yopilgan, arxiv ma'lumotlari kiritilmagan bo'ladi. Natijada pensiya past, qo'shimcha ham noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Ikkinchi navbatda nogironlik guruhi o'zgarganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, odam avval 3-guruh bo'lgan, keyin 2-guruh belgilangan. Agar bu ma'lumot pensiya jamg'armasi tizimiga o'z vaqtida tushmasa, unga eski tartibda to'lov davom etishi mumkin. Yoki aksincha, nogironlik muddati tugagan, qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki o'zgarishi mumkin. Shuning uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, nogironlik guvohnomasi, elektron ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi juda muhim. 3-navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki yolg'izman degan so'zning hayotdagi ma'nosi bilan hujjatdagi ma'nosi bir xil bo'lmasligi mumkin. Hayotda farzandlaringiz alohida yashashi mumkin, lekin ro'yxatda sizning manzilingizda turgan bo'lsa, ayrim yordam turlarida muammo chiqadi. Yoki siz boshqa manzilda yashaysiz, lekin ro'yxatingiz eski uyda qolgan bo'lsa, mahalla va tizim sizning haqiqiy holatingizni boshqacha ko'rishi mumkin. Bu esa qo'shimcha to'lovga ta'sir qiladi. 4-navbatda ishlayotgan pensionerlar masalasi bor. Ba'zi to'lovlarda pensionerining ishlayotgani yoki ishlamayotgani ahamiyatli bo'ladi. Ba'zilarida esa ahamiyatsiz. Masalan, asosiy pensiya odatda belgilangan tartibda to'lanadi. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar ehtiyojmandlik mezoniga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning daromadi tizimda ko'rinadi. Bu ayrim qo'shimcha yordamlar bo'yicha qarorga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli men pensionerman, demak har qanday qo'shimcha menga ham berilishi kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, miqdori avvalgi xabarlarga mos oshgan bo'lsa, sizga tegishli toifa bo'yicha hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir yilga kamida bir marta o'z pensiya hisobingizni tekshirtirib qo'yish foydali. Chunki pensiya masalasida hammasi joyida deb yurish yaxshi. Ammo biror xato bo'lsa, uni erta aniqlash yanada yaxshi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, qo'shimcha to'lovning nomi bir xil eshitilishi mumkin, lekin manbasi boshqa bo'ladi. Masalan, bir pensioner pensiya oshirilgani uchun ko'proq pul oladi. Boshqa pensioner esa kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam oladi. 3-pensioner nogironlik ustamasi oladi. 4-si bayram arafasida bir martalik moddiy yordam olishi mumkin. Tashqaridan qaraganda hammasi qo'shimcha pulga o'xshaydi. Ammo huquqiy jihatdan bular alohida to'lovlar. Shuning uchun qo'shningizga nima sababdan pul tushganini bilmasdan turib, o'zingizga solishtirmang. 2-nozik masala. Qo'shimcha to'lov doimiy bo'lishi shart emas. Ayrim to'lovlar har oy beriladi. Ayrimlari bir martalik bo'ladi, ayrimlari ma'lum muddatga belgilanadi. Masalan, dori-darmon uchun kompensatsiya doimiy tartibda bo'lishi mumkin.
lekin favqulodda moddiy yordam bir marta berilishi mumkin. Yoki nogironlik muddati 1 yilga belgilangan bo'lsa, ustama ham shu muddatga bog'liq bo'ladi. Muddat tugaganda qayta tasdiqlanmasa, pul to'xtaydi. Odam esa oldin berilardi, endi nega yo'q deydi. Sababi qoida o'zgarmagan. Sizning maqomingiz muddati tugagan bo'lishi mumkin. 3-nozik masala. Pensiya miqdori yuqori bo'lgan odam har doim ham qo'shimchadan mahrum bo'lmaydi. Ba'zi odamlar mening pensiyam biroz yuqoriroq, demak hech qanday ustama bermaydi deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Chunki ayrim ustamalar pensiya miqdoriga emas, to'yfaga bog'liq. Masalan, alohida faxriy maqom, nogironlik, parvarishga muhtojlik, davlat mukofoti yoki boshqa maxsus holatlar bo'lsa, pensiya yuqori bo'lsa ham qo'shimcha belgilanishi mumkin. Demak, faqat umumiy summaga qarab xulosa qilmaslik kerak. 4-nozik masala ro'yxatdagi manzil va haqiqiy yashash joyi. Bu juda katta muammo. Men amaliyotda ko'p ko'raman, ona qishloqda yolg'iz yashaydi. O'g'li Toshkentda ishlaydi, lekin pasport ro'yxati hali onasining uyida. Tizimga qaralsa, ona yolg'iz emas yoki aksincha. Pensioner shaharda qizi bilan yashaydi, lekin ro'yxati boshqa tumanda. Mahalla uni ko'rmaydi, ijtimoiy xodim real ahvolni bilmaydi. Natijada yordam masalasida tushunmovchilik chiqadi. Bunday holatda hujjatlarni real hayotga moslashtirish kerak. 5-nozik masala bank kartasi va to'lov usuli. Ba'zan qo'shimcha to'lov belgilangan bo'ladi, lekin odam menga tushmadi deydi. Tekshirilsa, karta muddati tugagan. Bank rekvizitlari yangilanmagan. Karta bloklangan yoki boshqa texnik sabab bo'ladi. Ayniqsa yoshi katta odamlar kartani farzandiga berib qo'yadi. SMS xabarini ko'rmaydi. Bankdan kelgan o'zgarishlarni bilmaydi. Shuning uchun pul tushmagan bo'lsa, darhol menga bermadi deb xulosa qilmasdan bankdagi holatni ham tekshirish kerak. 6-nozik masala ortiqcha to'lov va keyin ushlab qolish. Ba'zida tizimda xato sababli odamga ma'lum vaqt ortiqcha pul to'lanadi. Keyin tekshiruvda aniqlansa, qonuniy tartibda qaytarish yoki keyingi to'lovlardan ushlab qolish masalasi chiqishi mumkin. Bu holat juda og'ir tuyuladi. Chunki pensioner u pulni ishlatib bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Agar sizga odatdagidan ancha ko'p pul tushsa va nima uchun tushganini bilmasangiz, darhol aniqlashtiring. Tushdimi? Demak meniki deb o'ylash keyin muammo keltirishi mumkin. 7-nozik masala. Bir nechta asos bo'lsa, hammasi qo'shiladimi yoki bittasi tanlanadimi? Bu ham muhim savol. Ayrim to'lovlar bir-biriga qo'shilishi mumkin. Ayrim hollarda esa faqat eng foydali bittasi qo'llanadi. Masalan, pensioner bir vaqtning o'zida nogironlik maqomiga ham, faxriy maqomga ham ega bo'lishi mumkin. Qaysi ustama qanday tartibda berilishi aniq normaga bog'liq. Shuning uchun menda 3 ta asos bor. Demak 3 barobar qo'shimcha olaman deb o'ylash ham noto'g'ri. Har bir asos bo'yicha alohida tekshiriladi. 8-nozik masala pensiya va nafaqa farqi. Odamlar ko'pincha pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam, subsidiya so'zlarini aralashtirib yuboradi. Pensiya odatda staj va sug'urta badallari ish haqi yoki qonunda belgilangan huquq asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda pensiya olish huquqi bo'lmaganda yoki ijtimoiy himoya maqsadida beriladi. Kompensatsiya muayyan xarajatni qoplash uchun bo'lishi mumkin. Moddiy yordam ehtiyojmandlikka qarab ajratilishi mumkin. Shu farqni tushunmasak, nega bir odam oldi, boshqasi olmadi degan savolga javob topolmaymiz. 9-nozik masala hamma pensionerlarga beriladi degan gapni tekshirmasdan ishonmaslik kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha noto'g'ri xabarlar tarqaladi. Falon sanadan hamma pensionerga qo'shimcha pul berilar ekan. Ariza yozsangiz hammaga ustama chiqar ekan. Mahallaga borsangiz pul tarqatar ekan. Bunday xabarlarni albatta rasmiy manbadan tekshirish kerak. Pensiya jamg'armasi, mahalla, hokimlik, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki qonunchilik hujjatlaridagi ma'lumot asos bo'ladi. Mish-mish asosida navbatda turib asabingizni buzib yurish kerak emas. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Bizingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Yoshga doir nafaqami yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Buni bilmasdan turib qo'shimcha to'lovni talab qilish qiyin. Agar hujjatingizda aniq yozilgan bo'lsa, o'qib chiqing. Tushunmasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma yoki og'zaki tushuntirish so'rang. Ikkinchi qadam, pensiya miqdoringiz qanday hisoblanganini tekshirtiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin.
O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Hamma hujjat hammaga kerak bo'lmasligi mumkin, lekin bo'rini olib borish foydali. 3-qadam, agar siz qo'shimcha to'lovga haqli deb o'ylasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, ariza yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, familiya ismingizni, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni, pensiya turini, masalaning mohiyatini aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdori va qo'shimcha to'lovlar asosini tushuntirib berishingizni, shuningdek, men falon toifadagi qo'shimcha to'lovga haqli yoki haqli emasligimni yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yozma javob keyinchalik muammoni hal qilishda juda kerak bo'ladi. 4-qadam. Manzil va oilaviy holatni tartibga keltiring. Agar yolg'iz yashasangiz, lekin uyingizda ro'yxatda boshqa odamlar turgan bo'lsa, bu masalani aniqlashtiring. Farzandingiz amalda boshqa joyda yashasa, ro'yxatini o'zgartirish imkonini ko'rib chiqing. Agar siz boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz, haqiqiy yashash joyingiz bo'yicha mahalla bilan aloqada bo'ling. Mahalla sizning ahvolingizni bilishi zarur bo'lsa, ijtimoiy himoya tizimiga ma'lumot berishi muhim. 5-qadam, nogironlik yoki sog'liq bilan bog'liq hujjatlarni yangilang. Agar nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Agar sog'lig'ingiz yomonlashgan bo'lsa, shifokorga boring. Kerakli tibbiy hujjatlarni to'plang. Chunki qo'shimcha to'lovlar ko'pincha faqat og'zaki ahvolim og'ir degan gapga emas, rasmiy tibbiy xulosaga asoslanadi. 6-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabar ulanganmi? Pensiya qaysi kartaga tushyapti? Karta bloklanmaganmi? Bank rekvizitlari to'g'rimi? Agar pul kechiksa, birinchi navbatda bankdan hisob varaq aylanmasini oling. Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov yuborilmaganini so'rang. Shunda muammo bankdami yoki pensiya tizimidami? Aniqlash oson bo'ladi. 7-qadam, qo'shningiz bilan solishtirishdan oldin asosini biling. Qo'shningiz sizdan ko'proq olsa, bu albatta xato degani emas. Uning staji ko'proq bo'lishi mumkin, nogironlik guruhi bo'lishi mumkin, maxsus ustamasi bo'lishi mumkin, oldin kiritilmagan hujjat qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga siz kam olayotgan bo'lsangiz, bu ham albatta to'g'ri degani emas. Eng to'g'ri yo'l o'z hujjatingizni tekshirtirish. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasiga yoki tegishli respublika darajasidagi tashkilotga murojaat qilish mumkin. Zarur hollarda huquqshunosdan maslahat oling. Muhimi, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Menga aytishdi, qo'shnim oldi, internetda yozishdi degan gaplardan ko'ra ariza, javob xati, ma'lumotnoma va hisob-kitob kuchliroq dalil bo'ladi. 9-qadam. Har bir o'zgarishni o'z vaqtida xabar qiling. Yashash joyingiz o'zgarsa, oilaviy holatingiz o'zgarsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, ishga kirsangiz yoki ishdan chiqsangiz, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bolalarning o'qish holati o'zgarsa, bular ayrim to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. O'z vaqtida xabar bermaslik keyin ortiqcha to'lov, qarzdorlik yoki to'lov to'xtashi kabi muammolarga olib keladi. 10-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar hujjat, elektron tizim, bank kartasi, ariza yozish masalalarida qiynaladi. Agar ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, oyga bir marta ularning to'lovlarini tekshirib turing. Qancha tushdi? Nima uchun oshdi yoki kamaydi? Karta ishlayaptimi? Hujjat muddati tugamayaptimi? Mahalladan qanday xabar bor? Bularni nazorat qilish kerak. Ba'zan bitta e'tibor ota-onangizga oyma-oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Demak, hamma pensionerlarga bir xil qo'shimcha to'lov bo'lmasligining asosiy sababi oddiy. Pensionerlarning holati bir xil emas. Pensiya turi, ish staji, oldingi ish haqi, nogironlik, yolg'iz yashash, oilaviy holat, maxsus maqom, daromad, manzil, hujjatlar va elektron bazadagi ma'lumotlar to'lovga ta'sir qiladi. Kimdir past pensiyani minimal darajaga yetkazish uchun qo'shimcha oladi. Kimdir nogironlik bo'yicha ustama oladi. Kimdir yolg'izligi sabab yordam oladi. Kimdir esa bu shartlarga kirmagani uchun olmaydi. Eng muhimi, o'zingizga tegishli pulni yo'qotib qo'ymang. Hujjatlaringizni tekshiring, ariza yozing, rasmiy javob oling, bank kartangizni nazorat qiling, manzil va maqomingizni tartibga keltiring.
Shunda nega unga bor, menga yo'q degan savol hissiyot bilan emas, aniq hujjat va hisob kitob bilan hal bo'ladi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Qo'shningizga yoki tanishingizga qo'shimcha to'lov tushib, sizga tushmaganmi? Izohlarda yozing, vaziyatingizni tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir haqqini olishiga yordam berishi mumkin.